Voy balla. Reklama o'zi ish bo'libdi. Bir oylik. Reklamamchi ko'p emas aka, arzon. Nish pul. Aytaylik, hammadan so'rabsiz-ku, bizdan so'raylik. Yo'q, men asosan Instagramdan emas, men to'ydan dahot qilaman, shu Instagramdan. Videochilik ha. Kim aslida kim ekanligini qaysi payt bilasiz? Kim aslida kimligini shu nima deydi, ijod taraflama tushib ketgan paytimiz bo'lgan, o'sha paytda o'zi bilib olganman kim uchun kim, qanaqa inson, kimni qanaqaligini bilish uchun boy odam ham, ijodkor ham bir pastga tushib chiqishi kerak, o'sha paytda o'zi filtr qiladi hamma narsani hayot. Bo'lgan shunaqa. Ha, Moshina bir tozalab turasizmi aka? Vaqti. Vaqti. Moshina minish uchun faqat Bunisi nima edi bu? tarixcha. Mamasi nima kerak endi? Aka sizlar blogermisizlar yoki kino aktyormi? Biz aka oldin Vine olaydik. Ha. Hozir Vine'ni to'xtatib, o'zi lifestyle'ga o'tib ketdik, shuning uchun. Shu oy kimgadir yaxshilik qildingizmi? Shu oymi? Shu oy men asosan oilamga yaxshilik qilishga harakat qilaman. Shu oilamga yana kamchiligi bor, uni ham to'ldiraman xudo xohlasa. Asosan oilamga. Ko'ch nima kerak aka bu yerda? Skochmi? Mana bir ikkita blogerlar kelib obzor qiladi, o'sha og'zidan yopish. Qalpoq bu. Qalpoq nechi yana? Qalpoq yana arxivga qarshi musulmonchilikda. Yarasdimi mana? Kim o'xshab qoldi? Dakanza kiysangiz bo'laman. Ha. Endi Eronga o'xshadingiz. Bu ikani ham o'zi qilayotgan bu odam. Yo Alloh.